Ikrom akani o'ng qo'li hammasini ko'rdi. Meni juda maqtadilar. Yaxshiyam siz ishga olgan ekanmiz dedilar. Sobira o'rgan, qolgani ichimda pishib ketadi. Ishtaham ochilib ketdi, bo'laqa. Biram besabirsizki, nima shaharda senga quvurlar ochiq yotibdimi? Yaxshi niyat qilsang-chi? Nega unda haligacha topilmayapti? Sendan so'rayapman. Seni vazifang o'zi nima edi? Nogiron erim bilan baxtli hayotimdanmi? Yoki meni faqatgina o'g'li uchun yoqtiradigan insonlardanmi? Nimalar deyapsiz aka? Shunda men hozir Ikrom aka bilan Ha, aynan shunday. Singlingning eri Shohrux emas. Ana bu nogiron ukasi Akbar ekan. to'yda Shohrux aka ukasining o'rniga kuyov bo'lib o'tirgan ekan. Operatsiyada o'lim holati kuzatilgan bo'lsa kerak. Ikkita uchta mayit bor deyishyapti. O'sha bolani nogiron ekanligini bilgan ekansiz. Qanaqa qilib ko'zingiz qiydi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Hech narsa opa. Ke o'tir. Ke. Kim bilan gaplashding telefonda? Bitta tanishim. Siz uni tanimaysiz. Mayli. Singlim, menga bir og'iz aytmabsan. Men seni opangman. Hamma narsani ichingga yuturmasdan menga ayt, yengil tortasan. Sen yolg'on ichida yashayotganingni bilmabman. Xo'p, oyimga aytishga aytmabsan. Menga aytsang bo'ladi-yu. Nega o'sha nogiron bilan jimgina yashading? Dadam uchun hammasiga ko'ngandim, opa. Men to'ydan keyin uyga kelib hammasini aytmoqchi edim, lekin mazalari yo'qligini ko'rib, hammasini ichimga yutdim. Bu narsani oyimning yuraklari ko'tara olmasdi. Dadamni ham lafz qilib qo'yganman, qizim deganlari uchun boshlarini egishlarini xohlamadim. Buni juda ham ko'p o'yladim, opa. Singlim, shu xonadonda shuncha azob chekib yashadingmi? Ha? Sen shu hayotga arziydigan qizmiding? Nima bo'lgan taqdirda ham seni bunga majburlashlari noto'g'ri. Opa, peshonamga yozilgan taqdirdan qochib qayerga ham borardim. Men uchun dadam qaror chiqarib bo'lgan. Dadam bilan o'zim gaplashaman. Menga qara. Ana nogiron senga teginmadimi? Yo'q. Biz bitta xonada yashadik. Lekin u boshqa joyda, men boshqa joyda yotdim. Oramizda hech narsa bo'lgani yo'q. Opa, bu haqida gaplashishni istamayman. Mayli, mayli. Ha, sen qizi. Menga qara. Akbar uxlayotibdi. O'zi ahvoli yaxshimidi? Ha, xavotir olmang, yaxshi. Shohruxini topib keldi. Yaxshi. Endi ko'nglim biroz tinchlandi. Guljumonga aytib qo'y. Unga ko'z quloq bo'lib tursin. Dadasi, men Guljamolni ishdan bo'shatdim. Nimaga bo'shatasan? Nimaga bo'shatmayman? Men ham, siz ham uyda yo'q edik. U bemalol oyisi bilan vaysashib o'tirgan. Akbarjonni ko'chaga chiqib ketganini ham bilmabdi. Axir Akbarjonga qarash uni vazifasi-ku, dadasi. Agar bolamga bir narsa bo'lsa, nima bo'lardi?
bekor qilibsan. Har holda anchadan beri ishlardi. Akbarjonni yaxshi tushunmagan edi. Endi u ham bilmay qolgan bo'lishi mumkin. Mana bolamni hayoti o'yinchoq emas. Unga ishonchliroq, malakaliroq qarovchi topish kerak dadasi. Guljamol kelmasin endi. Gulnora bor-ku, oyisi shu-yerda-ku. Onasi qara olmaydi. Akbarga boshqa qarovchi topaylik. Bo'ldi. Bo'pti, bo'lar ish bo'pti. Surishtirib ko'ramiz. Ungacha o'zing ko'z quloq bo'lib turgin. Xavotir olmang dadasi. Bolamga o'zim qarayman. Ha, aytgancha. Ayol quda yaxshi ekanmi? Akbar topilgandan keyin qo'ng'iroq qildim xudoga. Hammasi yaxshi dedi. Yaxshi. Uyga qaytishibdi shifoxonadan. Samira ham ular bilan birga ekan. Agar Akbar Samirasiz yashashga qiynalsa, uni ko'rgisi kelib sog'inib har-hasha qilaversa, borib xudodan uzr so'raysan. Manmi? Sen Nimaga men uzr so'rar ekanman? Hech qachon boshimni egib, uni oldiga bormayman. Men haqiqatni gapirdim xolos. U tomosha tugashi kerak edi-ku. Seni mana shu haqiqating menga juda ham qimmatga tushdi. Kerak bo'lsa, borib uzr so'raysan. Akbarni yaxshi bo'lib ketishi uchun nima qilish kerak bo'lsa qilasan. Ha, onasi. Tinchlikmi? Nimalarni o'ylayapsan? Qizing qani? Ko'rinmayapti? Sizni hech narsadan xabaringiz yo'q. Farida xonim qizimizni haydab yubordi. Nega haydaydi? Qayerga ketdi hozir? Boradigan joyi bormi? Xavotir olmang, yonida puli bor. Mehmonxonagami, birorta dugonasinikigami boradi-da. Joylashib qo'ng'iroq qilaman degandi. Farida xonim Akbar yo'qolganiga jahl qilganda. Mana endi topildi-ku. Balki jahllardan tushib yana qaytara. Men ham shunaqa bo'ladi deb o'ylagandim. Boya xonim bilan gaplashdim. Yo'q, Guljaxon bu uyga qaytmaydi. Akbarga qarashga boshqa odam topamiz deydi. Unda o'zim Ikrom aka bilan gaplashib ko'rsammikin-a? Kerak emas. Baribir qizimizni chaqirishadi. Hozir jahlda shunaqa qilishyapti. Balki vaziyat yumshasa, o'zim gaplashib ko'rarman. Shu o'zi ham mayib senda. Nega qizingni oshxonaga chaqirasan? Bilasan, Akbarga ko'z quloq bo'lib turish kerak. Ularni ham jahli chiqishi tabiiy-da, onasi. Men qayoqdan bilaman Akbar ko'chaga chiqib ketishini? Ha, mayli. Hammasi yaxshi bo'lib ketar. Bo'pti. Sen siqilma. Men hovliga chiqib kelay. Yuragim siqilib ketdi. Toza havoga. Dada, Anvarjon bolam, bormisan? Qani o'tirchi? dada, zerikmay o'tiribsizmi? Ilohi amin. Tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Dada, buvim yaxshilarmi? Ularga nima bo'ldi o'zi? Biroz yuraklari og'ribdi. Aytarli qo'rqinchli joyi yo'q. Xo'sh, o'zingdan gapir. O'qishlar yaxshimi? Aqlli bola bo'lyapsanmi? Ha, sinfda a'lochiman. Baholarim deyarli hammasi 5.
Endi deyarli demaganda hammasi 5 bo'lish kerak. Tushundingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Dadajonim, jannatim. Rahmat. Charchamayapsizmi? Oyijonimdan xabar olib chiqdim hozir. Doimgidek siqilib o'tiribdilar. O'lagan hech Qani ilohi amin. Asabiylar sog'liq uchun zarar deb. Kutilmagan mehmonlar ham xush Allohu keldi. akbar. Keling. Kuyov. Hammasi asabdan dadajonim. Endi har qanday holatda ham xotirjam bo'lish kerak edi odam. Ha, endi sizni tabiblarnikidan qolishmaydigan qimmatli maslahatlaringizga amal qila olmayapmiz-da. Hayotda har narsa bo'lar ekanda. Hayotda ayblamang dada. Hammasi o'zimiz qo'limizda. Bu uyga bilasizmi nima yetishmayapti? Kayfiyat yetishmayapti dada. Sizlar kulib yurishinglar kerak-ku dadajonim. Shu sizlarni oldinglarga men kerakmanmi deyman dada. Yo'q, xudo saqlasin. Har kuni o'zim onajonimni kayfiyatini ko'tarib yurardim. Nima dedingiz dada? Shu fikrimga. Alo, eshitaman. Assalomu alaykum Ikrom aka. Bezovta qilmadimmi? Va alaykum assalom. Yo, bemalol gapiraver, eshitaman. Sizga bir yaxshi yangilik aytay degandim. Xo'sh. Eshitaman. Yaqinda klinikamizga kelgan nogiron bola bor edi-ku, unga Shirin mas'ul edi. Ha, esladim. Nima bo'pti? Mo'jiza sodir bo'ldi. Bolakay o'rnidan turib yurib ketdi. Hamma hayron. Rostdanmi? Bu ajoyib yangilik bo'ldi. Ha, Bo'larkan mana shunaqa yaxshi xabarlar bilan odamni xursand qilsalaring. Demak, bunga Shirin sabab, shundaymi? ha, Shirin yosh bo'lsa-da, ancha ish tajribasi bor ekan. U qizga qoyil qoldim. Qisqa muddatda ancha yaxshi natija ko'rsatdi. Bolakayni otasini ko'zidagi quvonchni ko'rsangiz edi. Lekin haligacha bu qanday sodir bo'lganini tushunmayapman. Judayam yaxshi. Shunday kelajagi bor shifokorlar bizni klinikamizda ishlayotganidan juda xursandman. Menga qarang. Eshitaman. Siz nima deb o'ylaysiz? Shu Shirin Akbarga ham yordam bera olarmikin? Bir narsa deyish qiyin, lekin sinab ko'rish kerak. Uni o'zini qanaqadir davolash metodikasi bor ekan. Bu haqida bizga to'liq aytmadi. Ha, mayli. Shirin bilan men o'zim alohida gaplashib ko'raman. Nasib qilsa Akbarjonim tuzalib ketar. Dada, Meni ko'zimni nurlari, yaxshi o'tiribsizlarmi? kel. Sizlarni ko'p xafa qildim, qizlarim. Yaxshi ota bo'la olmadim. Unaqa demang, dada. Dadajon, siz eng yaxshi dadasiz. Dada, doringizni vaqtida ichdingizmi? Yaxshimisiz? Ha qizim, yaxshimi? Xavotir olma. Oling. Ikkalangizning ko'zingizda ham baribir g'amginlik, ma'yuslik bor. Sizlarni baxtsiz bo'lishlaringga sababchi bo'ldi. Dadajon, unaqa demang. Eslaringdami? Yoshliklaringda sizlarga va'da bergan edim. Dadajon, mahallada to'y bo'lyaptimi? Ha, to'y bo'lyapti. Komila opaylar bor-u. O'sha kishi qizlarini chiqaryapti. Men televizorda ko'rganman. Oq ko'ylak kiyganda chiroyli qiz bo'lib ketishadi. Ha, qizim, shunaqa. Dadajon, Labbay. biz ham katta bo'lsak oq ko'ylak kiyamizmi? Albatta qizim, albatta. Men birinchi kiyaman. Yo'q, men kattaman, shuning uchun men birinchi oq ko'ylak kiyaman. Qizlarim, buncha shoshmasanglar-a. O'sha kun kelganda sizlarni qanday qilib uzatar ekanman-a? Lekin sizlarga va'da beraman. Ikkingiz ham eng baxtli kelin bo'lasizlar.
Men ota bo'lib sizlarga bergan va'damni ustidan chiqa olmadim. Men yomon, juda ham yomon otaman. Unaqa demang, dada. Dadajon, hammasi joyida, siz siqilavermang. Qizim, meni kechiring. Sizning hayotingizni barbod qildim. Ko'zlaringizni quvonchga to'ldirish o'rniga ularni g'amga cho'ktirdim. Lekin ko'p narsalarni, ichimdan o'tgan narsalarni o'zim bilaman xolos. Unaqa demang, dadajon. Hammasi shu peshonamga yozib qo'yilgan bo'lsa, siz bunda o'zingizni aybdor his qilmang. Hammasi yaxshilikka. Men sizni ayblamayapman. Samira, o'zimni aqlli qizim. Siz Akbarning yoniga qaytishingiz kerak. U nogiron emas. Uni baxtsiz hodisa tufayli shu ahvolga tushib qolgan. U hali tuzalib ketadi, ko'rasiz. Nima deyapsiz? Samira hech qayoqqa ketmaydi. U shu yerda qoladi. Ha, Shohruh yaxshimisan bolam? Ha, Hammasi joyida? joyida. Ko'rdingki, ko'p ishlar bo'lib ketdi. Endi Samira kelguncha sen o'zing ukangga ko'z quloq bo'lib turasan bolam. Boshqa ishlaring sal chekkaga surib turasan bolam. Xo'p, xavotir olmang. Ukamni yolg'iz qoldirmayman. Siz bu joyga ketyapsizmi? Baraka top, ha. Akbarning masalasi bo'yicha ketyapman. Sen uyda bo'lasanmi? Ha, uyda. Mayli, unda yana gaplashamiz. Xo'p, yaxshi boring. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Men siz bilan ertalab ko'rishgan edim. Bolalarga tomosha ko'rsatib yurgan aktyor Komilman. Ha, esladim. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sherigim bilan gaplashgan edim. Biz rozimiz. Ertaga borsak bo'ladimi? Albatta, xursand bo'lardik. Sizga Telegramdan lokatsiya tashab qo'yaman. Qaysi vaqtga boraylik? O'zingizlarga qulay vaqtda kelaveringlar. Xo'p, rahmat. Unda ertadan yana gaplashamiz aka. Men sizga vaqtini yozib yuboraman. Xo'p, mayli. Meni gapimni eshitdingizmi, dadasi? Onasi, axir u oilali, boshida eri bor. Samira ketish kerak. Oilali? Qanaqa er? O'sha nogiron meni qizimga er bo'la olarkanmi? O'zini eplatsin. Qizimni soddaligidan foydalandinglar hammanglar. Siz ham ularga qo'shilib bizni aldadingiz. Endi Samira u xonadonga qaytib bormaydi. Oyi, bo'ldi, asabiylashmang. O'zi yaqinda shifoxonadan chiqqan bo'lsangiz, ol joyda. Men yaxshiman. Xavotir olma. Mana meni ko'rding. Endi ering bilan o'g'lingni olginda uyingga ket. Menga qarashga mana Samira bor. U menga qaraydi. Xavotir olma. Sayyora. Nima? Endi mendan xavotir olmanglar. Men juda ham yaxshiman. Kasal ham bo'lmayman. Men tirik ekanman. Qizim, seni zindonga tashlab qo'ymayman. Ha, dadasi? Nega jim bo'lib qoldingiz? Tushunaman. Ikrom akadan jon qarzingiz bor ekan. Agar o'sha Ikrom akaga jon kerak bo'lsa, mana meni jonimni olsin. Lekin bunga qizim javob bermaydi. Axir uni ham baxtli bo'lishga haqqi bor-ku. Dada. Men boray. Alo. Shirin, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat. Shirin, qayerdasiz? Ishxonadamisiz? Hozirgina ishxonadan chiqib uyga kelgandim. Ha, tushunarli. Bilasizmi? Ishxonadagilar sizni maqtashdi. Anavi
Nogiron bolakayni oyoqqa qo'yibsiz. Tabriklayman sizni. Ha, ustozlarimni bilimlari va o'zimni metodlarim natijasida ko'rib turganingizdek yaxshi natija ko'rsatdim. Otasi ham xursand bo'lib duo qilib ketdi. Sizga bu ishni uddalayman degandim-ku. Mana, uddaladim. Xursandman. Shirin. Sizni yordamingiz kerak bo'ladigan yana bitta inson bor. Shu haqda siz bilan ko'rishib gaplashmasak bo'ladimi? Xohlasangiz birorta restoranmi, kafeda uchrashib gaplashmasak degandim. Ikrom aka, o'zi hozirgina uyga keldim. Ko'chaga chiqqim yo'q. Yaxshisi, siz shu yerga kela qoling. Bemalol gaplashib olamiz. Bu uyga borsam g'alati emasmi? Endi Ayo, nega g'alati bo'ladi? Bu uyga yaqinda ko'chib kelganman. Qolaversa, hech kimni tanimayman. Ular ham meni tanimaydi. shunaqami? Bo'lmasam menga uyingiz manzilni lokatsiyasini tashlarsiz? O'sha yerga bora qolaman, mayli. Xo'p bo'ladi, hozir yuboraman. Samira, keldingmi? Seni sog'indim. Men narsalarimni olib ketishga keldim. Iltimos, mendan uzoqroq tur. Yo'q, ketma. Iltimos, meni kechir, ketma. Men umuman sen bilan yashashga majbur emasman. Tinch qo'y meni. Iltimos, meni kechir, ketma. Meni aldashdi. Sen nogironsan, hech qachon tuzalmaysan. Sen deb yosh umrimni hason qilishni istamayman. Seni hech qachon seva olmayman, tushunyapsanmi? Seva olmayman. Turishingni qara, nogiron. Samira! 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 Akbar, bo'ldi, o'zingni bos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men yoningdaman. Shunchaki yomon tush ko'rgan bo'lsang kerak. O'tib ketdi. Men o'zim ertaga seni Samirani oldiga olib boraman. Xo'pmi? Nima bo'ldi? Yomon tush ko'rdingmi? Samira kiyimlarini o'qitmoqchi bo'ldi. Uni oldiga boraman. Bo'ldi. Xavotir olma. Hozir u onasinikida, onasiga qarayapti. Kiyimlari ham joyida turibdi. Mana qara. Hozir. Mana. Hammasi turibdi, ko'rdingmi? U hech qayerga ketmaydi. Xavotir olma. Ertaga keladimi? Keladi. Ertaga olib kelamiz. Qani? Endi damingni ol. Men yoningda bo'laman. Samira keladi. Ke. Qani? Samira keladi. Men yoningda bo'lib turaman. Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Endi bu ovqating qachon pishadi? Hozir tez tayyor bo'ladigan ovqat. Biroz sabr qilib turing. Tayyor ovqat tashab keldim-da. Ovqatlanib keyin kelsa bo'lardi-yu, ne shoshilasan? Dadasi, oyimga tinchlik kerak. Ertaga men ham vaqtliroq ishga ketishim kerak. Buncha qoningiz ochib ketdimi? Boya ovqatlandingiz-ku? Qayoqda ovqatlanaman? Tushlikda ovqatlanganim allaqachon hazm bo'lib ketdi. Voy xudoyim-ey. Shunday go'sht ovqat edi-ya. Endi mana shunaqa ishlayveradigan ovqatingni yeymanmi? Namuncha nolidingiz? Namuncha nolidingiz? Borini yeysiz-da. Ishlash kerak. Birpasda tayyor bo'ladi hozir. O'sha tayyorlagan ovqatingdan ozgina olsang bo'lardi-yu. O'sha masala chiqqandi. Bo'ldi, boring ichkariga kiring. O'sha ovqatdan qilib beraveraman. Keyinroq. Boring ichkariga, kiyimingizni almashtirib, o'g'lingiz bilan gaplashasizmi, nimadir qilib turing. Dardi ovqat faqat. O'zimni mehribon qizim. Jajji yuragingda shuncha gapni yashirib yurgan ekansan-da.
Manda hammasi yaxshi, oyi. O'shanda kundaligini o'qib qolganimda bir yigitga ko'ngil qo'yganingni bilgan edim. Qizim, seni o'z otang hayotingni barbod qiladi deb hech o'ylamagan ekanman. Agar bilganimda o'sha sevganingga yetishing uchun yordam bergan bo'lardim. Men ahmoq. Dadangga ishonibman-da. Oyi, peshonamga shu taqdir yozilgan ekan. Undan qochib qayerga ham borardim. Samira, sen hammasini taqdirni ismiga qo'yma bolam. Hayotingni o'zgartirishga harakat qil. Biz harakat qilsak, taqdirimiz ham o'zgarishi mumkin. Peshonamga shu yozilgan ekanda deyish kerak emas, bolam. Bu hayotda kuchli bo'lishing kerak. O'z haqqingni talab qilishni o'rgan. Hayot beshafqat bolam. Yoki seni yanchib ketishadi, yoki sen yanchib o'tasan. Baxtli yashash o'z qo'lingda, qizim. Ba'zan baxtni ham hayotdan yulib olishga to'g'ri keladi. Ha, bechora qizim. Oyi! Oyi! Oyi, qayerdasiz? Oyi! Oyi! Shu yerdami? Namuncha? Biroz o'zingni bosib ol. Nima? It quvladimi seni? Oyi, qanaqa qilib bunchalar xotirjamsiz? Ozodni nimaga o'ldirdingiz? Uni men o'ldirmadim. Yigitlarga aytgandim, bir zumda ishini hal qilib qo'yishdi. Oyi, siz bu gaplarni bemalol aytayotganingizni qarang. Nima, siz qotilmisiz? Tushunmayapman sizga. Odamni joniga qasd qilish haqida gapiryapman. Kaptarning bolasi haqida emas. Bo'ldi, bas qil. Siz uchun odam o'ldirish shunchalar oson ekan. Ikrom akani ham shunchaki o'ldirib yuboraylik. Nima qilasiz shuncha odamni qiynab? Yo'q. O'lim Ikrom uchun juda ham oson jazo. Uni bir umr qiynalib, tavbasiga tayanib, vijdon azobida yashashini istayman. Hali shu kunlarga ham yetib kelamiz. Sen shoshma o'g'lim. Ikrom aka, qani oling. Bugun men uchun juda ham og'ir kun bo'ldi. Rosa charchadim. To'g'risini aytsam, men ham uyimdagi muammolardan juda ham charchadim. Endi baribir bu muammolarni o'zimdan boshqa hech kim hal qila olmaydi. Shunaqa. O'sha siz davolagan nogiron bola haqida menga batafsil gapirib bering. Siz uni qanday qilib oyoqqa turg'izdingiz? Bu ish men uchun juda ham og'ir bo'ldi. Xo'p, mayli. Men sizga bir sirni aytaman. O'qishimni tamomlagan paytim ilmiy ishimga aynan mana shu mavzuni olgandim. Ya'ni tug'ma nogironligi yo'q nogironlar haqida. Lekin bu ustozlarimga yoqmagan. Baxtga qarshi buni amaliyotda o'tkazishimga ilmiy rahbarim ruxsat bermaganlar. Bu bolakay bo'lsa men uchun tajriba quyonchasi bo'ldi. O'zim o'ylab topgan metodikamni unda sinab ko'rdim. Va bu ko'rib turganingizdek samara berdi. Qoyil. Siz hammani ham qo'lidan kelmaydigan ishni uddaladingiz. Men ham sizga ko'pchilik bilmaydigan bir sirni aytmoqchiman. Faqat iltimos, bu oramizda qolish kerak. Ikrom aka, meni o'zingizga yaqin olganingizdan xursandman. Bemalol menga ishonishingiz mumkin. Rahmat. Xo'sh, bilasizmi? Meni ham
kichik o'g'lim baxtsiz hodisa tufayli nogiron bo'lib qolgan. Siz uni davolashingizni istayman. Bir harakat qilib ko'rasizmi? Arslon o'g'lim mani. Ki o'g'lim. Qani o'tir. Qara, Gulnor opang sen yaxshi ko'rgan ovqatni pishirib qo'yibdi. Oo. Gulnor opa rostdan ham mazaliga o'xshaydi-yu, a? Voy, Osh bo'lsin. Sen ham yeysanmi o'g'lim? Yo'q, yemayman. Yemaysanmi? Unda mana qaragin, sen yaxshi ko'radigan somsalar ham pishirilgan. Issiqqina. Yo'q. Yegin. Xohlamayman. Samira kelsin keyin. Akbar, sen bilan kelishib gaplashib oldik-ku. Qaysarlik qilmagan, ovqat yeyishing kerak. Qani ol, somsadan ol. Yo'q, yemayman. Samira kelsa yemayman. Bolam. Qanaki, ozgina yegin. Qo'ygin endi hozir shu Samirani. Yo'q, istamayman. Yeysan dedim. Qani og'zingni och. Qani? Ha. Yo'q. To'xta onasi. Ha? Ke, o'tir. Gaplashib olaylik. Nimani gaplashmoqchisiz? Uyimizda bo'layotgan voqealar haqida. Bunga nuqta qo'yishimiz kerak. Nima deyishingizni bilaman. Qizimni yana o'sha xonadonga jo'natmoqchisiz. Meni ko'ndirmoqchisiz, a? Lekin dadasi bir narsani bilib qo'ying. Bekorga ovora bo'lyapsiz. Men ikki dunyoda u xonadonga qizimni jo'natmayman. Undan ko'ra kirib uxlayman. Onasi. Akbar, bu nima qilganing, ha? O'zingni bos. Bo'ldi qil. Samira kelsin. Bo'ldi dedim. Akbar, o'zingni bos. Voy, Hey! Nima qilyapsan? urma uni. Nimaga urasan uni? Qo'ling sinsin sana. men sizni nogiron farzandingiz haqida bilmagan ekanman. Bu haqida ko'pchilik bilmaydi. Faqat sanoqli odamlar biladi. Meni eng yaqinlarim bilishadi. Balkim siz uni davolay olarsiz. O'g'lingizni shifokorlarga ko'rsatganmisiz? Albatta. Lekin hech qanday natija yo'q. Bir umidim sizdan. Men buni o'ylab ko'rishim kerak. Bilasizmi Shirin? Sizni ishingiz faqat meni o'g'limga qarash, uni parvarish qilish bo'ladi. Agar uni davolab parvarish qilsangiz, men o'zim sizga juda ham yaxshi maosh to'layman. Uyingizda qarashim kerakmi? Ha. Uyimda hamma sharoitlar bor. Agar sizga biror narsa kerak bo'lsa, aytgan soatingiz muhayyo qilaman. Mayli. Men roziman. Ishni qachondan boshlashim kerak? Ertadan. Xo'p bo'ladi. Bilasiz, sizga yo'q deyolmayman, Ikrom aka. Unda kelishdik. Mayli. Unda menga javob berasiz, men ketishim kerak. Qiladigan ishlarim bor. Siz bilan esa ertaga bizni uyimizda ko'rishamiz. Xo'p, unda men sizni kuzatib qo'yaman. Mayli, rahmat. Ozroq shundoq tursin, keyin tashlavorasiz. Rahmat. Sen boraver.
Nimaga Akbarjonni urding? Axir, ko'rdingiz-ku, sizga zarar yetkazdi. O'zini bosolmagani uchun jahl ustida. Uni ahvolini bilasan-ku. Meni oldimda urgan bo'lsang, men yo'g'imda nima qilasan? Axir, Bas qil. Agar yana bir marta Akbarjonga qo'lingni ko'tarsang, sen bilan boshqacha gaplashaman. Qani o'g'lim, tura qol. Ke menga. Ke bolam. Ke. Samira keladimi? Keladi bolam, keladi. Qani tura qol. Tur. Bu kitobni dadam 12 yoshimda sovg'a qilgandilar. Juda ham qiziqib, har kuni o'qirdim. Mana bu o'yinchoqni esa opam bilan do'kondan olgandik. O'sha payti pulimiz kam bo'lsa ham do'konchi amaki mayli ovoringlar deb bergandi. Yoshlik davrim juda ham zo'r vaqtlar edi. Opam bilan har kuni aylanardik, o'ynardik. Juda ham qiziq bo'lardi. Qaniydi o'sha Samarqandda qolib ketsam. Juda baxtli edim o'shanda. Men ichimdagi haqiqiy Samirani Samarqandda his qilgandim. Oyi, oyijon. Qarang, sizga gul terdim. Rahmat bolam. Oyijon, agar oldingizdan sehrgar chiqib qolsa, nima tilagan bo'lardingiz? Yaqinlarimizni doim baxtli bo'lishini so'ragan bo'lardim. Nimaga? O'zingiz uchun hech narsa so'ramasmidingiz? Hali kichkinasan-da o'g'lim. Katta bo'lsang, nega bunaqa deganimni tushunib olasan. Qachon katta bo'laman? O'zingdan ko'ra yaqinlaringning baxtli bo'lishini istagan kuning katta bo'lasan. Yaqinlaringning baxtli bo'lishi eng muhimi o'g'lim. oyi. O'g'lingiz menimcha hali ham katta bo'lmadi. Lekin sizga va'da beraman. Albatta katta bo'ladi. Xo'sh, singiljonim bugun nimalar bilan band bo'libdi? Shoshma. Demak, Ikrom aka bugun uyga kelibdi-da. Oltin baliqcha o'z oyog'i bilan kelibdi. Endi bizni xo'ragimizni esa bas. Hammasi men o'ylagandek ketayotgani qanchalar yaxshi. Lekin nega Ikrom aka kelganda menga shirin aytmadi? Nimaga? Ey, nima qilyapsan? Og'ridimi? Ha? Bu 5 soniyalik og'riq xolos. Siz komada paytingizda men yuragim har soniyada shunaqa og'rib turdi. Men uchun shunchalik qayg'urasanmi? Sizni qayta ko'ra olmaslikdan qo'rqdim. Siz yo'q hayotni tasavvur ham qila olmayman. Vokzalda meni sevgimni rad qilganing esingdami? O'shanda menga turmushga chiqa olmasligingni aytganding. Chunki taqdiring aniq edi. Sen Akbarni ayolisan, Zirabcha. Men Zirabcha emasman. Men Samiraman.
Men Samiraman. Dadasi, kecha nima bo'lganini bilasizmi? Nima bo'pti? Shohruh o'g'liz Akbarjonga qo'l ko'tardi. To'g'ri, Akbarjon o'zini bosolmadi. Lekin Shohruh nima bo'lganda ham urush kerak emas-ku. Meni yuragimga g'ulg'ula tushib qoldi. Bizdan keyin Shohruh ukasiga yaxshi qararmikin? Meni ko'zimni oldida shunaqa qildi. Namuncha vahma qilasan? Menga Shohruh hammasini aytib berdi. Erkakchilikda bo'lib turadi. Shunchaki shoshib qolgan. Axir dadasi, buni shunchaki jim o'tkazib yubora olmaymiz-ku. Ertaga nima bo'ladi? Bu oddiy narsa emas. Ey, pashshadan fil yesamagin? Bitta tarsakiga shuncha vahma qilyapsanmi? Siz tushunmayapsiz dadasi. Axir Akbarjonning holatini ikkalamiz ham yaxshi bilamiz-ku. Bo'ldi qilay. Akbar o'g'limni albatta tuzataman men. Nima sen o'g'limni butun umr shu holatda qoladi deb o'ylayapsanmi? Sen aytayotgan o'sha ertaga Akbar soppa-sog' bo'ladi, xudo xolasa. Endi xudolar bizdan xavotir olyapti. Samira, bugun ikkalamiz bir joyga boramiz. Kecha aytgandek. Samira. Boramiz. Vaziyatga qaraymiz. Samira kuyovni yonida bo'lishi kerak. Hozircha ayolimni ranjitgim kelmayapti. Agar akang yana qo'lini ko'tarsa, menga aytgan bo'lam, xo'pmi? Agarda qaytib ketishim mumkin. Nechida keling? Yo'q, nima deyapsiz? Endi meni qizim ularga kelin emas. Nogiron o'g'liga o'ziga o'xshagan nogiron kelin qidirsin. Kecha Ikrom aka Shirinning yoniga borgan. Lekin nimagadir Shirin bu haqida bizga hech narsa degani yo'q. Endi Akbarjonni mana shu qiz davolaydi. Sizdan bir narsa so'rayman. Javob bering. Siz qaytishni